Kella bugun sizlar bilan UFC sobiq chempioni Habib Nurmagomedov restoranini bitta ujin necha pulga tushishini hisoblab chiqamiz. Joyda lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Toshkent City'da City Mall'da tepasida joylashgan ekan. Bu joyda o'zidan qimmat restoranlar poni ko'rinib turar ekan. Navikovni ko'ryapsizlar. Keyingisi Navikov bo'lsin. Menyuda ko'rib chiqdim. Men o'zim kerak bo'lgan narsani zakaz qildim va vaqtni ko'rib qo'ydim. 20 minut ichida keladi deyishdi. Ungacha ichkari atmosfera hamma yoqda tekshirib chiqdim. Hojatxonasida $600 atram bor ekan. Desertlarga gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rinish shundan meni ye deb turibdi. Men zakaz qilgan narsalar 21 minutda keldi. Bitta narsamiz olib kelishmadi. O'shani kutib turdik. Qani u qancha vaqtda kelar ekan? Hozirgi zakaz qilgan narsalarimni 3 kishiga zakaz qilganman. Narsalarni hammasini narxini chiqarib qo'yganman. Sizlar ham hisoblab kommentariyaga yozib qoldirib qo'yinglar. Yegan ovqatlarimga kelib baho beraman. Birinchi yegan Sezar salatimga 10 dan 1 beraman. Ikkinchi yegan ovqatimga 10 dan 9 beraman. Borshga 10 dan 10 beraman. To'g'risi bu ko'katli non ekan, mazasi atak haqiqatda boshqacha ekan. Agar amerikanoni zo'r tushunsiz, bitta borib ichib ko'ring. Haqiqatda bomba ekan. Bunaqasini hayotimda ichmaganman. Dagestanda limonatini bitta tatib ko'ring, yoshartiradi deyishdi. Bitta ichsam haqiqatda yoshartirib yubordi-yu. Atmosferaga keladigan bo'lsa, haqiqatda bor. Bunaqa atmosfera ancha-muncha joyda yo'q. Mana pirojni qatdan kelib qoldi desalaring, bitta zakaz qilgan ovqatimiz 50 minutda keldi. Shu burger 20 minutda keladi deb 50 minut olib kelishgani uchun kompliment qilib berishdi. Burgerga lekin 10 dan 5 qo'yaman. Unaqa zo'r, wow, bas tuzay xullas. Siz agar papaxaga kirib ko'rgan bo'lsa, sizga qaysi ovqat yoqishini ham kommentariyaga yozib qoldirib qo'ying. Desert menga juda ham yoqdi. Общий bo'lgan summa 3 kishiga 1 million so'm bo'ldi. Keyingi eng qimmat restoran qaysi joy bo'lishini kommentariyaga yozib qoldirib qo'yinglar.